Hurmatli ko'kalar, sotuvda 11 bosh dalabob 1 yashar atrofidagi novvoschalarimizdan hammasi sog'lom. 1 oy oldin bu novvoschalarimiz oqsildan chiqib bo'lgan. Hammasi o'zimizning qo'lda chiqdi. Birovning gapiga ishonib gapirayotganimiz yo'q. O'zimizning qo'limizda, xudo xolasa, hammasi oqsil yashil kasalliklardan chiqib bo'lgan novvoschalarimizdan. Hammasi sog'lom. 1 yasharlik, 10 oylik, 1 yasharlik, 1 yashardan salgina o'tgan atrofdagi novvoschalarimizdan hammasi sog'lom. Narx-navosi juda ham yengil bo'lgan novvoslarimizdan. Hurmatli ko'kalar, soni 11 bosh, manzil Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, bu novvoslarimiz narx-navolari eng arzon narx-navosi 13,5 million so'm. Kelasizlar, o'zim ajratib beraman bir dona 13,500,000 so'm eng arzon narx-navosi. Yo'q, menga o'zim borib yoqqanini tanlab olaman, ichida yaxshisini o'zimga ma'qul bo'lganini degan aka-ukalarimizga 14,500,000 so'mdan tanlab olish imkoniyati mana shu 11 bosh novvosimiz ichidan mana shu novvoslaringizni olaman deydigan aka-ukalarimizga 14,5 million so'mdan. Hurmatli aka-ukalar, bo'ladiganroq narx-navosi mana shunaqangi mol qidirib yurgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, og'aynilaringiz bo'ladigan bo'lsa, tashlab qo'ysalaringiz menimcha foydali bo'ladi degan umiddamiz. Chunki sababi juda ham yengil. 1 oy oldin narx-navolar arzonlik paytida olingan novvoslarimiz yashil oqsil kasalliklaridan chiqib bo'lgan. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Hammasi sog'lom, aybi nuqsoni yo'q. Bitta yarimtasini mana bunaqangi ko'zida oz-boz nima desa bo'ladi, juni to'kilgan joyi bor, ukollari qilingan. Yana kelganda bir qator ko'rib tekshirib olasizlar. Yeyishlarini ko'rib, yurishlarini tekshirib olaverasizlar. Hurmatli aka-ukalar, 10 bittasini bir joyga olaman degan aka-ukalamizga juda ham yengil narx-navo qo'yib beramiz. Bir joyga olaman degan aka-ukalamizga 13,850,000 so'mdan. Hurmatli aka-ukalar, 13,850,000 so'mdan. Oxirgi bo'ladigan realniy narx-navosi. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, 99lik 490 3344. Xudo xolasa aloqada bo'laveramiz. Realniy bo'ladigan narx-navosi, hurmatli aka-ukalar, 13,800, 750, 700lar degan to'g'ri kelmaydi. 13,850,000 so'm bo'ladigan bo'lsa, qiziqqan aka-ukalarimizga xudo xolasa tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, nomerlarimiz bor, aloqada bo'laveramiz. Maqsad sotish, realniy narx-navo. Dehqonga boradigan bo'lsangiz, eng past narx-navosini ham 15 million so'm narx qo'yib oladi. Bizniki realniy narx-navo qo'yganmiz. Maqsad sotish. Onlayn savdo ko'proq bo'ladi. Shuning uchun 15 million kam bor deb klientlari, xaridorlarimiz bilan soatlab savdo qilib, telefonlashib savdo qilish imkoniyati yo'q. Shuning uchun bo'ladigan narx-navosini aytib o'tyapmiz. Bundan yirikroq yemga tashlashga tayyor bo'lgan novvoslarimiz ham bor. Videolarini xudo xolasa bularni ham qo'yib boramiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsangiz tashlab beramiz. O'zimizning shaxsiy kanalimiz bor. Lichkamga yozsalaringiz, xudo xolasa o'z silkasini tashlab beramiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi arzon narx-navodagi novvos, g'unojin, mana shunaqangi mollarimiz chiqib boradi postoyanni. Har doim bo'ladi. Hozir g'unojinlarimiz ham bor, savdosi bo'lib turibdi, to'g'rirog'i menimcha deyarli bitib qolgan. Ertaga yana yangi partiyadagi novvoslarimiz ham, g'unojinlarimiz ham keladi. 99lik 490 3344. Dastavkalar alohida summa bo'ladi. Qayerga bo'ladigan bo'lsa ham kelishtirib chiroyli qilib gaplashib beramiz. Xayr, hisob salomat bo'lasizlar. Yirikroq novvoslarimiz ham bor, yemga tashlashga tayyor. Aloqada bo'laveramiz qiziqqan aka-ukalarimizga.